Hammaga salom. Bugungi videoda Minecraft Bedrock Edition uchun top 3 ta modlarni ko'rsatib o'taman. Aytgancha, bu modlarning barchasi 22 versiyadan yuqorilarda ishlaydi va bu modlarni men Telegram kanalimda ishlab qo'yganman. Sana birinchi modimiz bu sizga yaqinlashtirish imkonini beradi. Ya'ni mana shunaqa qilib, xullas o'tirishni bossanglar mana shunaqa kompyuter, ya'ni Java versiyadagi qilib shunaqa qilib yaqinlashtirsa bo'ladi. Albatta bu serial va boshqa kino shunga o'xshagan narsalar olayotganingizda kerak bo'ladi. Xullas bu modimizda sizga inventoringizga 3 ta tuxum beradi. Ya'ni bu tuxumlar mana shunaqa 3 ta mototsiklning tuxumi bo'ladi. Mana birinchisi sabzrang, ikkinchisi bo'lsa oq, uchinchisi bo'lsa qizil. Mana ko'rib turishingiz mumkin. 3 ta skuter nima mototsikl. Xullas buni haydab maza qilib minishingiz mumkin. Tezligiga hech gap yo'q. Xullas maza qilib minasizlar. Bu mod nimaga kerak bilmadim. Xullas boshqa modga o'tamiz. Qani ketdik. Xullas bu mod sizga shunaqa chiroyli bo'lgan mebel modlarni qo'shadi. Albatta bu mod juda ham zo'r, chiroyli ishlangan. Bu xuddi Java mebellar bo'ladi, o'shalar bilan bir xil. Xullas o'zingiz ishlatib ko'ring. Вообще zo'r mod. Xullas mana kravatlarga ham uxlashingiz mumkin. Bemalol kino, serial yoki o'zingiz uchun ishlatsangiz bo'ladi. Mana shunaqa buni eshigini ochsangiz bo'ladi. Javon bu, mana shunaqa narsalarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas shunaqa dekoratsiya qilsangiz ham bo'ladi. Kompyuter mana ko'rishingiz mumkin. Bu mod juda ham ajoyib. Ustiga bitta bossanglar shunchaki o'tiradi. Xullas bu modga gap yo'q. Xullas o'tirish, bundan turish uchun o'zingizlar bilsanglar kerak, sakrash yoki o'tirish tugmasini bosasizlar. Xullas bu mod shunaqa. Xullas bu video shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr.